Bir kuni juda ham kambag'al odamga taklif berishadi. Taklifda katta pul yutmoqchimisiz? Bu oddiy o'yin deb yozilgan bo'ladi. Va bu odamga pul kerak bo'lgani uchun o'yinga qatnashishni tanlaydi. Eng qizig'i, u bu o'yinda yolg'iz emasdi. Unga o'xshagan puldan qiynalgan yana 455 ta odam bu o'yinda ishtirok etayotgandi. Ertasi kuni tong otgandan keyin hammaga o'yinni boshlaymiz deb aytiladi. Sizlarni bo'yninglardan ortib ketgan qarzinglar bor va bu o'yinni yutsanglar, u qarzinglarni to'la olasizlar deb aytishadi va 456 ta odamni o'yinga tashishadi. Bu o'yin hamma yoshligida o'ynagan o'yin bo'ladi. O'yinda qizaloq orqasiga qaraganda hamma yurib orishi kerak, oldinga qaraganda esa hech kim qimirlamasligi kerak bo'ladi. Agar kimdir qimirlasa, u shunchaki o'yindan chiqib ketmaydi, balki o'sha joyni o'zida otib tashladi. Bu narsani ko'rgandan keyin qolgan ishtirokchilar qanchalik xavfli o'yinda ekanligini tushunishadi, lekin nailoj qarzi borligi uchun o'yinni davom ettirishadi. O'yinda qimirlagan odamlar birin-ketin otib tashladi va odamlar soni kamayishni boshlaydi. Qancha ko'p odam o'lsa, o'yindagi pul ham shuncha ko'p ko'payadi. Bu pullarni yutish uchun odamlar o'zini eng yaqin do'stini ham yo'q qilishga tayyor bo'ladi. Va kinoning oxirida 456 ta odamdan bittaginasi qoladi. Shu odam pulni hammasini yutib oladi. Qolgan 455 ta odam o'lib ketadi. Bu hozirgacha Koreyadagi eng mashhur kino hisoblanadi va kino nomi Kalmar o'yini.